insonning yuragi bir kecha kunduzda 7 tonnadan 10 tonnagacha qon haydar ekan. 3 ta arteriya tomirda. Va bu insonga umrbod xizmat qiladi va uning borligi sezilmaydi. Agar sezilsa, inson darhol vahimaga tushib, shifoxona yugurishni boshlaydi. Insonning ichida bir dona a'zo, insonni bor qilib, joniga jon berib turgan, xizmati shu darajada bo'lgan yurak 10 tonna mehnat qilyapti inson yashash uchun. Yoki quloq, inson a'zosida eng kichik suyak quloq suyagi bo'lar ekan. Eng kichik 3 mm bo'lar ekan. Shu quloq suyagi milliondan bittada jarohat yeyishi mumkin ekan. Bo'lmasa jarohat yemaydigan joyga o'rnatilgan ekan. Shu quloqdagi 3 mm suyak insonga gapni gap qilib ulanib kelishda xizmat qiladi. Allohning bu mo'jizasi, qudrati insonni mas'ul. Ko'zga mingdan ziyod tomir ulangan. Shuni yarmi blokada uchun ko'z yorug'lik bilan qorong'uga o'tganda 80 daqiqagacha juda katta og'riqni ko'z kechirar ekan boshida. Shuni og'ritmaslik uchun blokada tomirlar qo'ygan ekan Alloh taolo. Hatto kiprigining bir marta pirpirashi ko'zga asli shoh pardani asrash uchun yana bitta undan yuqorida bitta parda qoplanar ekan. U parda har bir ko'zni pirillatishiga moslangan ekan. Bir marta pirilladimi, u parda quriydi, ikkinchi marta pirillaydi. Shu pirillaganda shoh pardani ushlash uchun qo'yilgan ekan. Bilasizmi, endi inson hayotida necha marta ko'zi pirillaydi. Sanab sanog'iga yetib bo'lmaydi. Ana Alloh taolo aytayaptiki, shunday a'zolarni berib qo'ysak ham kam shukr qiladilar, deyapti. Demak, biz mo'min insonlar doimo sershukr bo'lishimiz kerak.